Oila jamiyatning asosiy boshlang'ich bug'ini, go'zal urf-odatlar, milliy qadriyat va an'analarni o'zida asrovchi, asrlar osha tarbiyada o'ziga xos milliylikni shakllantiruvchi muqaddas maskan. Oila tinch bo'lsa, mahalla tinch, jamiyat farovon, davlat mustahkam bo'ladi. Dunyo bo'ylab 15-may Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu kunning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-sentyabrdagi yalpi yig'ilishida 15-may kuni Xalqaro oila kuni deb belgilangan. Bundan asosiy maqsad dunyo jamoatchiligini oiladagi muammolarni bartaraf etish, oila qadriyatlarini mustahkamlash, munosabatlarni tartibga solishdir. Zero yurtimizda, qolaversa, Sharq dunyosida oila qadimdan muqaddas dargoh sifatida qadrlangan. Oilada vatanga sadoqat, ota-onaga oqibat, oila a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, mehr-muruvvat omillari o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirilib, oiladagi ma'naviy muhitni barqarorlashtirishga, ularning jamiyat oldidagi mas'uliyatini kuchaytirishga xizmat qiladi. Barchangizni oilangizga baxt, mustahkam sog'lik, qut-baraka tilaymiz. Bugun oila kuni ekanidan foydalanib, kuningizni oilangizga bag'ishlang. Oilangizni xursand qiling. Bugun esda qolarli kun bo'lsin.